planshetda chiqmadi, sug'urtangiz yo'q ekan deb jarima yozilishi mumkinmi? Bizdan ko'pchilik so'radi so'nggi paytlarda, planshetda chiqmadi, o'shaning uchun menga jarima yozmoqchi bo'lishdi, to'g'ri tushuntirdik. Birinchi marta bo'lgani uchun qo'yib yuborishdi deganlar ham bo'ldi. Endi qonuniy o'zi qanday bo'ladi mana shu holatning yechimi? Videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Demak, sizni GAI xodimi to'xtatdi. Birinchi o'rinda siz pasport yoki ID kartani taqdim etasiz, boshqa hujjatni taqdim etishingiz shart emas. Shu o'rinda sug'urtangiz. Agar sug'urta planshetda chiqmasa, unda taqdim etishingiz shart. Bu yo'l harakati qoidalarining 7-bandida aniq ko'rsatilgan. Qanaqa taqdim etasiz? Xohlang elektron ko'rinishda, xohlang qog'oz ko'rinishda. O'zi hozirgi kundagi sug'urtalar faqat elektron shaklda. Mana bunaqa qog'ozga chiqarib olganingiz bilan u qog'oz shakl sug'urta emas, elektronniy sug'urta. QR kodi bor. Tepada o'ng burchakda mana shu QR kodni skanerlab tekshirish mumkin bu sug'urtani haqiqiymi, haqiqiy emasligini. Lekin buni tekshirmasdan turib sizga jarima yozamiz deyish noto'g'ri bo'ladi. Siz ham shunaqa holatga duch kelsangiz, chiqmadimi? Taqdim eting elektron ko'rinishda, xohlang screenshot, xohlang PDF, xohlang qog'ozga chiqarganingizda QR kodini skanerlash imkoniyatini beradigan bo'lsa bo'ldi. O'sha holatning o'zida sizning yechimingiz kelib chiqadi. Bundan ham foydali videolar uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Planshetda chiqmadi, sug'urtangiz yo'q ekan deb jarima yozilishi mumkinmi? Bizdan ko'pchilik so'radi so'nggi paytlarda, planshetda chiqmadi, o'shaning uchun menga jarima yozmoqchi bo'lishdi, to'g'ri tushuntirdik. Birinchi marta bo'lgani uchun qo'yib yuborishdi deganlar ham bo'ldi. Endi qonuniy o'zi qanday bo'ladi mana shu holatning yechimi? Videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Demak, sizni GAI xodimi to'xtatdi. Birinchi o'rinda siz pasport yoki ID kartani taqdim etasiz, boshqa hujjatni taqdim etishingiz shart emas. Shu o'rinda sug'urtangiz. Agar sug'urta planshetda chiqmasa, unda taqdim etishingiz shart. Bu yo'l harakati qoidalarining 7-bandida aniq ko'rsatilgan. Qanaqa taqdim etasiz? Xohlang elektron ko'rinishda, xohlang qog'oz ko'rinishda. O'zi hozirgi kundagi sug'urtalar faqat elektron shaklda. Mana bunaqa qog'ozga chiqarib olganingiz bilan u qog'oz shakl sug'urta emas, elektronniy sug'urta. QR kodi bor. Tepada o'ng burchakda mana shu QR kodni skanerlab tekshirish mumkin bu sug'urtani haqiqiymi, haqiqiy emasligini. Lekin buni tekshirmasdan turib sizga jarima yozamiz deyish noto'g'ri bo'ladi. Siz ham shunaqa holatga duch kelsangiz, chiqmadimi? Taqdim eting elektron ko'rinishda, xohlang screenshot, xohlang PDF, xohlang qog'ozga chiqarganingizda QR kodini skanerlash imkoniyatini beradigan bo'lsa bo'ldi. O'sha holatning o'zida sizning yechimingiz kelib chiqadi. Bundan ham foydali videolar uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.